amaliyotda o'zgalarning asarlarini bezbetlarcha o'zlashtirayotgan yoki bo'lmasa asar sizniki bo'lsa unda isbotlab bering degan talablarni qo'yayotgan nusxalar ham uchrab turibdi. Ijodkor sifatida javob bering. Men ijro etmasam yoki Ali ijro etmasa, Vali ijro etmasa, umumanda olganda hamma hech kim ijro buzib aytaversin. Qo'shiq nima o'zi bu? Bu nima? Bu bir arzimas narsa-ku, bitta narsa. Muzika, qo'shiq bu. Hech qachon oilani mulki bo'lmaydi. Mumkin dada saniki. Uni kim qanday aytadi? Ana yomon ijro etyapti, mana yaxshi ijro etyapti, yaxshi ko'rib ijro etyapti-yu. Ota-onani merosini talashmay. Voy, o'lib qoldi. Nima bo'ldi? Ertaga 3 kundan keyin bitta qo'shiqni eshitmaysan. Chunki yo'q piyasada. Eslamaysizlar ham. Qo'yib yuborish kerak u qo'shiqlarni. Maydonga chiqamiz Sherali Jo'rayev qo'shig'i bilan. Ana o'shanda o'sha auditoriyaga biz yetarli darajada Sherali Jo'rayevni yana qulog'iga quyib, Urg'oshinda yana Sherali Jo'rayevni bir nima deydi, ijodiy hayotini yana bir 50 yilga cho'zish imkonimiz paydo bo'ladi. Lekin javob beraman, mana shu turish bo'lsa 5 yilda xalq unutaveradi. Javob beraman, mana shu turish bo'lsa 5 yilda xalq unutaveradi. Ot izini toy bosar deydi. Shohjahon harakat qilyapti. Qanday munosabat bildirasiz? Do'ppi kiyapti, otasiga o'xshab, tortashlar aytyapti va otasining qo'shiqlarini aytyapti. Balkim u harakat qilayotgandir. Otamni izini men davom ettiraman, izini men bosaman. O'sha siz aytmoqchi bo'lgan minglab insonlar yetkazmoqchi bo'lgan auditoriyaga uning bitta o'zi yetkazmoqchidir. Hech qachon. Biz yana mualliflarga yuzlanamiz. Mualliflik huquq sohasida bildirilayotgan turli xil fikrlar va asossiz mulohazalar chigal vaziyatlarni yuzaga keltirmoqda. Qo'shiqlarni hamma aytish kerak. Agar biz ularni aytmasak 5 yildan keyin ular unutiladi. She'rlarni biz qo'shiq qilmasak ular kitob orasida chang bosib qolib ketadi degan fikrlar shular jumlasidandir. Biz sizlarga aynan mualliflik huquqi va turdosh huquqlar sohasini tartibga soluvchi milliy qonunchiligimizga asoslangan holda muallif tushunchasi, uning moddiy va nomoddiy huquqlari, ularning huquqlarini himoya qilish usullari, asarlarga nisbatan meros normalarini tatbiq etish tartibi va boshqa dolzarb muammolarga bag'ishlangan rilslar turkumini taqdim etishni boshladi. Biz ko'targan muammo agar sizga qiziq bo'lsa, bizdan uzoqlashmang.